Hammaga salom, sizlar bilan qishloqi. Va bugun biz Tanzimanni jon ketishisiz, prokachkasiz va hamma raqiblarni o'ldirib davom etamiz. Sujet bo'yicha dalshi bizda robot poytaxtga kirib olmoqchi. Biz esa har xil mayda-chuyda raqiblarni yo'qotishimiz kerak. Ular bu yerda juda ko'p. Shuning uchun ehtiyotroq bo'lish kerak. Hozir yana bitta chiqadi. Ana, nima dedim men? Bor o'ynab kel. Bo'ldi. Masalasi qoldi. Sindirib o'tirmayman, boshqachasiga ham topsa bo'ladi. Tak. Bu bosqich bu yerda akkuratliroq bo'lish kerak. Atak tasodifan jon ketib qolishi mumkin. Bo'ldi. Mana birinchi checkpoint. Hozircha vobshe jonim ketmadi, lekin shu so'zimda ketishi ham mumkin. Nima dedim men? Men nima dedim? Mayli, shu joyiga kelib yana videoni ulayman. Ati, o'sha checkpoint oldi dedi. Shu uchun kesib ham o'tirmayman videoni. Точно shu joydamiz. Tak, parkurdan o'tgan holda mana yoqqa o'tamiz. Avtomatdan chiqdi. Hamma ishlar bo'ldi yomon. Mayli. Jonim ketgan joyga kelib videoni ulayman. Shu yerdaman. Yana shu yerdaman. Boshlandi jang. Eng asabiy raqiblardan biri mana bu qalqonni yo'qotish kerak. Strategik zo'r joyga turgan holda demoqchi edim, orqadan urmoqchi bo'ldi. Bu qayerdan paydo bo'ldi? Ikkinchisi. Qo'rqoq. Sal qoldi pastga tushib ketishimga, suvga. Mayli. Hozircha hammasi normalni ketyapti. Как раз. Tush. Endi oson bo'ladi dalshi. So'qlab o'tirmayman nima qilayotganimni. Mayaqdagi yashil zonaga kirib olamiz. Va surikenni olamiz. Senmi itargan? Hozir o'zingni itaraman. O'zicha qurolsiz raqib, o'zicha qurolsiz odamni itaradi. Pastga itarib. Va mana keyingi checkpoint. Va bu yerdan keyin bitta mini arena. Suvga tashagan holda, bunisini esa mushtlab o'ldirgan holda 200 ta raqibni o'ldirdim. Endi mana ikkovlonni suvga tashab, bittasini o'ldirib yoki suvga tashab dalshi davom etamiz.
Ha, shu yerda yaxshigina ehtiyot bo'lish kerak. Chunki bu yerda mana yurayotgan paytingiz bir ikkita raqiblar tushadi oldingizga. Masalan, zirgidek. Mayli, jonim ketgan joyiga kelib videoni ulayman. Va mana yana men shu yerga yetib keldim. Endi dalsha jon ketmaydi degan umiddaman. Prичем bu yerda yana bitta bazuka olsak bo'ladi. Yo'q. Bile. Короче, 4-chi checkpoint. Va keyingi arena. Bu yerda birinchi pasta yani pasta. Mayli. Videoni kesishga to'g'ri kelmaydi bu safar chunki prosta ma'no yo'q. Baribir shu yerda jonim ketgandi. Aytgancha bazukani men konda oxirida oldim. Mana yoqdan yana bittasini kutamiz. Suvga tashlaymiz, cho'milib kelsin. Oho, ana ikkovlonni bazuka bilan yo'qotamiz. Ha, tegmadi kalka. Bekorga olmadim so'taki. Ha? Tegmaydimi? Ha, endi tegdi. Вообще g'alati bo'ldi-ku hozir. Ularni qanday hal qilishni bilmadim. Juda ko'p bu yerda ular. Ajabilaman. Oldiga borgan holda cheks kombo boshlaymiz. Prям tugatmasdan. Urgurdim. Va eng muhimi jonim ketmadi. Lekin unutmang, checkpointga borganim yo'q hali. Shuning uchun любой xato bu bosqichni boshidan boshlaysan degan. Shu gapni hech qachon unutmang. Ammo soqqani qilgan holda oxirgi raqibni yo'q qilgan holda tikonga tashib biz keyingi checkpointgacha bor. Mayli. Shu joyiga kelib videoni ulayman. Ishonavering. Короче, yana shu yerdaman, balki bu safar eplarman. Da. Bu safar epladim. 5-chi checkpoint. Va mana men yetib keldim do'stlarimning oldiga. Robot, давай, bus, молодец. Yo-moyo, bu nima? Bu kim? Boss fight. Va sразу chapkadan oldim. Mayli. Bu safar eplay olaman. Qaytadan ko'rib o'tirmaymiz va boshladik. Eng muhimini unutmang, bu boss fightda faqat mana tepa va o'rtada bo'lishingiz kerak. Eng pastga o'tishni hatto o'ylamang ham. Chunki mana bunaqa qilig'i bor. Menga o'xshab yutqizishni o'ylamang. Tak. Bu safar to'chni eplaymiz, shuni ayta olaman. Bitta kombo urib urgursangiz ham bo'ladi. Boshida kulayotgan payti o'zicha. Men zo'rman deb. Aslida bu ham qila olmaydi. Ta'sir qilmas ekan. Urushga vaqt. Sakraydi endi.
Bu yoqda qochib ulgurishingiz eng muhimi. Nimadir bilan ham birinchi bossni eslatyapti menga. Ha, точно, osonligi bilan. Bo'ldi, tugadi bu bossni ham joni. Va g'alaba. To'g'ri, qo'shilamandan. Stop. Yana ikkitasi qani? Mayli. Uchtasi qani yana? Mayli, bu uchun balki ko'zimizni yumarmiz. Xo'sh. Oxirgi raqiblar mana yoqda ekan. Olmosni olish kerak ekan ularni chiqishi uchun. Endi точно Ronna chiqish kerak. Tak. Endi Ronna 54 ta chiqish kerak. Uron jonim 0 ta ketgan. Raqiblarning korоче qolgani muhim emas. Raqiblar bilan jonim ketmagani muhim. Mayli. Shu joyda videoni tugataman. Sizlar bilan qishloqqa edi. Hammaga xayr. Like buttonini unutmaymiz. Tanzimanni davom etishini xohlasangiz bu videoni tagida aktiv qoldiring. Hammaga xayr.